Biz Allohning bayti bo'lgan diyordamiz azizlar. Makka-i Mukarramadamiz. Hojilarimiz qayerda turganligini ham aqlan, ham ma'nan bilmoqliklari kerak. Makka-i Mukarrama Payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan diyor, Jabroil alayhissalom tushgan diyor azizlar. Qur'on nozil bo'lgan joy. Mana shunday ulug' joyda turarkan, hojilar o'zlarini shunga munosib bilishliklari, shunga loyiq bo'lishliklari lozim va lobud bo'ladi. Juda ham katta bir niyatlar bilan, hoji bo'lish niyati bilan keldik. Dunyoda hammaga ham nasib qilmagan baxt, saodat bizga nasib qilib turibdi azizlar. Lekin ba'zan mana shuni his qilmay qolamiz. Mana Madinadan keldik. Hozir Madinadan kelganimizga bo'lgan bo'lsa 1-2-3 kun bo'ldi, lekin Madinani sog'ina boshladik-ku azizlar. Madinani sog'ina boshladik. Rasulimiz alayhissalomning ravzalarini sog'ina boshladik. Endi hozir bu yerda turib fikr qilsak, afsuslanamizki, o'sha 3 kunda yana ham ko'proq ibodat bilan, xushu bilan, salovat bilan o'tkazmoqman-da deb qolamiz. Mana shu nuqtai nazardan bu yerda ham ertaga bizning o'tgan kunimizga afsuslanib qolmasligi uchun har soatini, har daqiqasini g'animat bilish kerak. Qilayotgan amallarimizni, qilayotgan ishlarimizni azizlar beriyo bo'lishligini Allohdan so'rab har birini ilmga asoslanib qilmoqlik kerak. Hajdan borganimizdan keyin azizlar e'tibor bersangiz, odamlarda berar savollari ham doim bir xil bo'ladi, javoblar ham bir xil bo'ladi. Beradigan birinchi savoli issiqmi u yoq deydi. Endi tabiiy Arabiston issiq bo'ladi. Biz ham aytamiz, juda issiq ekan deymiz. Odam ko'pmi deydi. Ha, ko'p ekan odam deymiz. Mehmonxona yaxshi ekanmi? Yaxshi ekan. Taomlar qanday ekan? Shunday ekan. Mana shu savol bilan biz o'zimiz gapirganimizda ham aytamizki, juda ham odam ko'p bo'ldi, issiq bo'ldi. Mehmonxonaga bordik, mehmonxonada sharoitlar yaxshi ekan. Minoga chiqdik, Arafatga chiqdik, Madinada bo'ldik. Azizlar, siz shunday sifatlab beringki, safaringiz qanday bo'ldi desa, biz taomdan gapirmaylik. Sharoitdan gapirmaylik. Issiq sovuqdan gapirmaylik azizlar. Gapiradigan gapimiz shunday bo'lsin. Shunga tayyorlanish kerak. Allohga shukr, Alloh mana shu muqaddas safarni menga nasib qildi. Madina-i Munawvaraga bordim. Rasulim alayhissalomni ziyorat qildim. U zot aytgan ekanlar, kim menga kelib salom bersa men alik olaman degan ekanlar. Salom berayotganimda vujudim titrab ketdi. Nahotki men ojiz bir gunohkor bandani hozir salomiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va alaykum assalom ya ummati deb turgan bo'lsalar, nahotki men hozir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan muloqot qilyapmanmi? Mana shu hissiyot mendan o'tdi. Va siz azizlarni, yurtdoshlarni, oila hammalaringizni salomlaringizni Rasulimiz alayhissalomga yetkazdim. U zotga sizning nomingizdan salovat va salomlar aytdim. Haram-ı Sharif deb atalgan Madina-i Munawvaradagi Masjid-i Nabaviyda o'qigan namozga ham 1000 dan ortiq fazilat bo'lsa, undan foydalanib men har kuni mana shu joyda namoz o'qib turdim. Jannatul Baqi qabristoni bor ekan. U yerga qaraganda sahobalarni esladim. Qancha sahobalar Payg'ambarimiz alayhissalom uchun jonini bergan ekanlar. Ular Payg'ambarimiz alayhissalomga qanday murojaat qilganlar? Sahobalar Payg'ambarimiz alayhissalomga dunyodagi eng muqaddas narsani fido qilganlar. Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh deb murojaat qilgan. Mana shunday buyuk sahobalar yotgan Jannatul Baqi qabristonining yonida bo'ldim. U yerda ibodatlar qildik. Har kuni namozlar o'qidik. Shuhadoy Uhudga bordik. Hamza radhiyallohu anhu ni eslab yig'ladik. Sahobalarni eslab yig'ladik. Va u yerda ham ularga xatmlar bag'ishladik, duolar qildik. Qubo masjidini ko'rdik. Rasulimiz alayhissalom kim Qubo masjidiga tahorat olib kelib namoz o'qirkan 2 rakat
bir nafl umrani savobini oladi degan yozuvni ham yozib qo'yibdi masjidga. Uni o'qib kirdik, 2 rakat namoz o'qigan bo'ldik. Va muborak shaharda yurar ekanmiz, Rasulimiz alayhissalomni his qilib yurdik. Mana shunday qilib 3 kun qanday o'tganini ham bilmay qolibmiz. Armon bilan Madinadan ketdik. Ko'zimizda yosh bilan ketdik. Yig'lab ketdik. Chunki Rasulimizdan ayrildik. Chunki Rasulimizdan salom berishlikdan bebahra bo'ldik. Odamlar borki, tushida ko'rishlikni orzu qiladigan joyda biz bu Rasulimiz alayhissalomga salom berishlik baxtiga musharraf bo'lgan edik. Madina bilan xayrlashib, yelkamizga ihrom tashlab, labbayka aytib Makkaga qarab yurdik. Mana shunday qilib labbaykani aytib kelib, alhamdulillah umralarni bajardik. Agarki vatanga borsangiz, odamlar so'rasa buni ayting azizlarim. Madinadan keldik, umralarni qildik. Ehromdan chiqib turibmiz. Lekin hali bizning niyatimiz haj azizlar. Biz o'sha niyatda turibmiz. Shuning uchun endi muborak joyda turganligimizni g'animat bilib, soatini, daqiqasini, kerak bo'lsa soniyasini g'animat bilish kerak.